o'yinlikka chiqsang, nima qilishim kerak ma'lum. Akim. Qomat yuqoridagi shunga omad. Do'dir, o'rdak harfi u bilan yozilmaydi, u bilan yoziladi, o'qimagan. O'zingiz o'qimagan. Aka, story aytibsiz. Men ahmoq Do'dir bola ekanman. Men unaqa deyapsan. Ko'chadagi Ali o'rtog'im shunaqa deyapti. Qani yurchi? Aka, nega uni urdingiz? Siz meni ham uyda shuncha ahmoq Do'dir deb gapirasiz-ku. Ukam, men seni qancha uyda yerga ursam ham, lekin ko'chada seni hech kimga xafa qilib qo'ymayman. Rahmat aka. Men Murodova Malika. Xo'jayinim Murodov Sirojiddin. 2013-yil turmush qurganmiz. 2014-yil Biloliddin katta o'g'limiz dunyoga kelgan. 1 yildan keyin 2015-yilda Muhammad Yusuf o'g'lim dunyoga kelgan. Har xil o'qishlar katta qildik, alhamdulillah. Частный sentrlarga bordik. Частный sentrlar bilan birga sport yo'nalishini ham qo'shdik. Shu ikkita yo'nalish bo'yicha olib ketayotganimizda keyin media yo'nalishiga qiziqish paydo bo'ldi. Shu qiziqish paydo bo'lgani hisobidan hozir Zaki bolalar Instagram profilini yurg'izamiz. Ya'ni bu Instagram profilini yurg'izishdan maqsadimiz, asosiy maqsad, ya'ni odamlarga yaxshilik ulashish, chiroyli kontentlar qilish, ibratli bo'ladigan videolar, kontentlar olib chiqish. Shu maqsad bo'yicha qilganmiz. Ya'ni insonlar shu videoni ko'rib o'ziga bir chiroyli xulosa olish uchun, yaxshi ibratli narsa ulashganda bizga ham savobi bo'ladi. Insonlarni qancha yaxshi to'g'ri yo'lga, ayniqsa yosh bolalar bularni ko'proq kuzatishadi. Yoshlar ko'rganda, demak shunaqa ish qilishimiz kerak emas ekan degan o'ziga bir to'g'ri yo'nalish olsa, biz shundan xursand bo'lamiz. Asosiy maqsadimiz media sohasiga kirish shu bo'lgan. Yulduzlik kasalligiga uchramagan. Unaqa mammaligiga ketish, ya'ni bo'ldi men yulduzman, men mashhurman degan narsa yo'q. Oldin qanday bo'lsa, hozir ham xuddi shunday. Hech ham o'zidan ketmaydi, manmansiramaydi. U narsaga yo'l ham qo'ymaymiz, chunki hamma odam bir xil. Ko'p tushuntiramiz. Bolalarning o'rtasida bir anaqalik bo'lib qoladi. O'sha paytda tushuntiramiz, yo'q. Sen oldin qanday bo'lsang, xuddi shundayligincha, lekin boshqalarga o'xshab yulduzlik kasalligiga uchrash yo'q. Bu bolalar ko'pchilikka o'rnak bo'la olgan tarbiyasi va ibratli videolar orqali esa ijtimoiy tarmoqlarda nechog'lik zaki ekanliklarini ko'rsatishadi. Assalomu alaykum bolalar olami veb-sayt kuzatuvchilari. Ayni damda bizning mehmonimiz Zaki bolajonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilolbek, Muhammad Yusuf. O'zlaringizni tanishtirsangiz. Mening ismim Biloliddin. Men 2014-yilda tug'ilganman. Men 10 yoshga to'ldim. Men Najmiddinov Muhammad Yusuf, 8 yoshdaman, 2015man. Ismlaringizni ma'nosi nimada? Bilol, Muhammad Yusuf. Zaki degani aqlli degan. O'zingizning ismingiz ma'nosi nimada? Bilolbek. Biloliddin sahoba bo'lgan. Ular Makkada birinchi bo'lib Makkaning ustiga chiqib azon aytganlar. Shuning uchun meni ismimni Biloliddin qo'yishgan. Sizchi? Meniki Yusuf payg'ambarimiz bo'lganlar. O'shaning uchun o'shanga Muhammad Yusuf qo'yishgan. Nimaga qiziqasiz ko'proq? Men ko'proq qo'y so'yishga. Yana nima sport turlaridan? Musiqa? Sport turidan futbol. Futbolga qiziqasiz. Muhammad Yusuf, siz nimaga qiziqasiz? Men taekvondoga, futbolga, keyin basketbolga. Maktabdagi baholaringiz qanaqa? Meni choragiga 5 to'rt chiqdi. Hammasidan. Meniki bitta to'rt, qolgani 5. Qaysi fanlarni yaxshi ko'rasizlar? Men ko'proq ingliz tilini. Ingliz tilini. Yomon ko'rgan fanlaringiz ham bormi? Qaysi fan?
Musiqa. Musiqa? Musiqa texnologiya. Instagramda chiqaradigan videolaringizni hayotdan olasizmi? Ha, hayotda olamiz. O'zlaringiz ham uy jarayonlarida bo'lib turadi shunaqa jarayonlar? Bir. Bir xil payt akam ko'p telefon o'ynaganda menga bermay qoladi. Keyin adam ishga ketib qoladi. Shunaqasi bo'ladi. Keyin ingliz tilida akamni ozgina ko'chirib olishim bor. Kim ko'proq urush qo'yadi? Men. Kim ko'proq yo'qchi? Akam. Kim ko'proq jahl qiladi? Akam. Kimni baholari yaxshi? Meniki. Kim ko'proq telefon o'ynaydi? Akam. Akangizmi? Akam. Kim birinchi xafa qiladi va kim birinchi kechirim so'raydi? Akam. Ikkalamizdan bitta so'raymiz. Kim ko'p pul ishlatadi? Akam. Kim ko'proq kitob o'qiydi? Men. Qanaqa kitoblar o'qishni yaxshi ko'rasiz? Men ko'proq ertak kitoblarni, keyin Qur'on kitob bor. O'sha kitoblarni o'qishni yoqtiraman. Sizchi? Men ingliz tilida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qalbim chechagi. Ukangiz bormi? Ishtonini kiyolmaydigan odamni ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. O'sha men ukam bo'ladi-da. Ko'z yonib turadi, luq qilib. Yig'lagisi kelmasa ham, chiranib bo'lsa ham ko'zdan yosh chiqaradi. Agar men uni bilmasdan turtib yuborsammi, o'sha kuni menga hayot tugagan bo'ladi. Lekin bir tarafdan yaxshi. Uyda nimadir ish bo'lib qolsa, men unga to'nkib yuboraman. Keyin hamma gap bu oyimdan eshitadi. Sizchi ukangiz bormi? Yo'q. Ukasi borligi mazza-da. Ukam meni qalqonim, shuncha urushib talashsam ham baribir ukamni yaxshi ko'raman-da. Nima ish qilsam ham har doim ukam meni yonimda turadi. Agar oyim bilan adamgilar meni urishsami, ukam meni yonimga oladi. Ukam meni Allohim bergan mo'jizasi. Tarbiya jarayonida asosan qanaqa qadriyatlarga ahamiyat berasiz? Hurmatga, e'tiborga, bir-birini qattiq hurmat qilishga ko'proq ahamiyat beraman. Chunki aka-uka bir-biriga e'tiborli bo'lish kerak, hurmati bo'lish kerak. Endi bir yosh bo'lgan hisobiga bular o'rtoqdek bo'lib, katta bo'lishgan hisobiga baribir akani o'zini akalik hurmati jihatidan, ukani o'zini ukalik hurmati jihatidan shu narsaga ko'proq ahamiyat beraman. Ona sifatida insonlarga manfaat tegadigan, ya'ni bir oddiy bir ishchi bo'lib qolishni xohlamayman. Eng yaxshi nima kasb egallashni ham endi u kasb o'zi tanlaydi. O'zimning niyatlarim umuman boshqa. Endi balki meniki bilan to'g'ri kelib qolsa, o'sha kasbdir. Lekin qaysi kasb egallashdan qat'iy nazar eng yaxshisi, eng zo'rini bo'lishini xohlayman. Kasbi mukammalini tanlashini xohlayman. O'sha kasbi qanaqa kasb bo'lishidan qat'iy nazar eng mukammali bo'lishi kerak, eng zo'ri bo'lishi kerak. Oddiy misol uchun sartaroshlar ham bo'ladi. Sartaroshlarning sartaroshi eng zo'ri bo'ladi. Ana shunaqa eng zo'ri. Har bitta kasbda eng zo'ri mukammali bo'lishini xohlayman. Etaplardan o'qish, ko'proq e'tibor ko'proq o'qishga qaratamiz. Ingliz tiliga, arab tiliga ko'proq e'tibor beramiz. Maktabda ham misol uchun hamma har xil tushunishi mumkindir balki. Ko'p sohani o'qimadimman. Kerakli fanlar bor. Matematika, ona tili, o'qish, rus tili, ingliz tili, ana o'sha sohalarga men ko'proq e'tibor beraman. Qolganini keyin o'zi ikkinchi darajali o'rganadi. Eng birinchi darajada o'rganadigan narsasi, birinchi o'ringa qo'yadigan narsalarim o'qishim shular. Bilol bilan Muhammad Yusuf Instagramda shaxsiy blogini yuritishgandan keyin sizning hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Aynan bolalarda, ota-onasida O'zgarish bashti bo'lmadi. Yana bularning yangi qirralari borligini kashf qildik. Shu sohani eplab keta oladigan, ya'ni rol o'ynashga, bir aktyorlik qobiliyati borligini bildik. Bu Instagram sohasiga, ya'ni videolar olish, kontentni olish, bularni bo'sh paytida faqat mo'ljallaymiz. Qolgan o'zi hafta davomida bo'sh payti bo'lmaydi o'zi asosan. Ertalab o'qish ketadi, chasniga boradi, kechki payt trenirovkalari bo'ladi. O'shaning uchun faqat bo'sh payti shanba oddiy kunlari bo'ladi. O'shani ham shanbasida kechki payt trenirovkasiga boradi, kunduz kuni bo'sh bo'ladi, oddiy kuni polniy bo'sh bo'ladi. Shu paytlarda mo'ljallab olamiz. Pashti hamma soati zaynib
bolalar bilan ko'proq o'zim vaqt ko'proq o'tkazaman. Xo'jayinim asosan ishdan keyin bolalarni, ya'ni nima demoqchimiz, maktabiga, o'qishiga, trenirovkasiga olib kelish mendan, ya'ni xo'jayinim ishlaydilar. Kimdir oilada bu narsani o'zi bo'yniga olish kerak. Meni vaqtim bo'lmay, yo'q qanaqadir ish bilan ketgan bo'lganimda hamma mas'uliyat xo'jayinim oladilar. Xo'jayinim bizani ma'naviy, ya'ni bu tarafdan ta'minlab turadilar, moddiy jihatdan ta'minlab turadilar. Keyin ishdan keyin ko'proq birga aylanamiz. Kechki paytga. Bolalarga o'shanda ko'proq vaqt ajratadilar. Ishdan keyin kechqurunga ko'proq vaqt ajratadilar, chunki bularni o'zi ham ko'proq adasini yaxshi ko'rishadi. Multfilmni ham ko'rib turasizlarmi? Orada. Filmlarga qiziqasizlar. Men ko'proq Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Sizchi? Men ham Kung Fu Panda. Nimasi yoqadi multfilmimizga? Multfilmimizga anacha rol o'ynashi yoqadi. Shunaqa Kadriga qaraydi, keyin kadrni to'xtatib, biz ustoz bilan o'tganimizda 120 ta varroqga bitta kadr ketadi. Ha. 120 ta varroqga bitta kadr ketadi. O'shanisiga qiziqaman. Masalan, Zaki bolalarda video olayotgan joylarda nimalarga ko'proq qiynalasizlar? Ko'proq uzun so'zligi. Faqat rol o'ynab berasizlar. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanaqa? Meniki Makkaga imom bo'lish maniki. Makkani oldidan uy olish. Buning uchun nima qilish kerak? Ishlash kerak, ilm olish kerak. Kunlik rejimlaringiz bormi? Ertalab turasizlar. Mani rejimim yo'q. Men ertalab turaman, keyin yuz qo'limni yuvgandan keyin oshxonaga kiraman, keyin televizor ko'raman, keyin oyim turgunlaricha o'tirib turaman, keyin oyim turganlaridan keyin ovqat pishirib beradilar. Keyin ovqat pishirganimizdan keyin adam turadi. Men 97 ga boraman akam bilan. Akamning sinfi bilan mening sinfim bitta emas, lekin orasi yaqin. Meniki bu yoqda bo'lsa, ukamniki bu yoqda. Ikkita xona oldi. Keyin nima qilasizlar maktabdan chiqqandan keyin? Maktabdan chiqqandan keyin Akam keladi. Kim ketadi? 4 marta olib borishadi. Oyim meni olib boradilar bir, olib ketadilar, akam olib boradilar bir, olib ketadilar. Zamindan keyin o'qiysizmi? Darslar tugaganda oxirida maktabdan kanikuliga chiqqanda test berishadi. Yodlamaganlarga sразу 2 ni qo'yib qo'yishadi. Olganmisiz? 5 olasizmi? Faqat 5 tur olaman. Sizni ham o'rtoqlaringiz aytishadimi, bu yo'yni ko'rdim deb? Ustozlaringiz ham ko'rishadimi? Men ustozim o'zi bilmagan edi, lekin bolalar aytib qo'ygan. Qanaqa nima deganlar sizga? Meni ham ustozim ko'rib qo'yganlar. Keyin men ustozim "Voy, sen blogermisan" deganlar. Keyin hamma blogerman deganman. Shu bilan xursand bo'lib ketganlar. Eng yaqin do'stlaringiz kim? Kitobda Muhammad Ali. Muhammad Ali. Sizchi Bilol? Meniki Abbakir bilan Ulug'bek. Akami shu darsdan qilgani. Darsda yozganini, keyin o'qiganini. Shunisiga ahamiyat berib, tepa bo'lish yo'q menga. Nimadir ish qilib qo'ysam, o'yim aytgan ish qilsam, yo'q, men qilishim kerak edi, men uradi. Yo'qadigan xarakterlar bormi o'zingizda? Qaysi xarakter yo'qadi o'zingizda? Misol uchun menga bitta narsam bo'lishadi. Nimadir ish qilolmasam, o'shani borib o'rgatadi akam. Bolalarni ko'proq kimga o'xshatishadi? Sizgami yoki adasiga? Ikkalamizga ko'proq o'xshatishadi. Katta o'g'limni adasiga yoki kichkina o'g'lim menga, chunki bunga deb ana qilisha olmaydi-da. Ikkalamizda ham xarakterimiz, ikkalamizda ham ko'rinishimiz o'xshaydi. Bilol bilan Muhammad Yusufni bir-biriga o'xshamaydigan xarakterlar bormi? Ko'p xarakteri bir-biriga o'xshaydi. Bir-biriga o'xshamaydigan xarakteri Bilol yumshoqroq, Muhammad Yusuf shartakroq. Ya'ni nima demoqchiman? Bilol o'ylab turib gapiradi. Kichkina o'g'lim nima bo'lsa ochiq-oydin yuzingizga shartta aytadi. U ahamiyati yo'q. Shu jihat o'xshamaydi. Qaysi bolangizni ko'proq eplash qiyinroq? Sho'xlik jihatdanmi?
Sho'xlik jihatdan kichkinam yo'llash. Aka-uka bir-biri bilan urushib turadimi? Ha, bir narsalarni talashib turishadi. Yoshligida ko'proq bo'lgan bu narsa. Hali esini tanib, bunaqa qilgandan keyin kelmagan, Xudoga shukr. Yoshlik paytida endi bular hamma narsasini o'z odatda bir xil qilib beramiz, даже o'yinchog'igacha. Endi bolalarda bo'ladigan narsa bir xil o'yinchoq bo'lsa ham bittasini talashib qolishadi. Shu odati bor. Bunday vaziyatda aka-uka urushib qolganda ko'proq kim birinchi kechirim so'raydi? Ikkalasiga barobar kechirim so'rab turamiz. Insonlarning hurmati, keyin har bir o'tirgan, turganda qiladigan duolari, o'shalar jihatidan noodatiyroq bo'lgan nima deydi, yo'nalishda tarbiya qilaman. Maktabga borganimda xafa qiladigan odat, ota-onalar majlisida unaqa narsa bo'lmaydi. Ko'pincha xursand bo'lib kelaman. Chunki katta o'g'lim bo'ladidan har doim tarbiya jihatidan ham, o'qish jihatidan ham yaxshi bo'lgani uchun, namunali bo'lgani uchun har doim yaxshi gap eshitib kelganman. Kichkina o'g'limda ham sal sho'xligini jihatidan eshitishadi, gapirishadi, sal sho'xroq deyishadi. Uni bilaman o'zim ham. Lekin o'qish jihatidan muammosi yo'q. O'qish jihatidan biyodiy sho'xliklarni yopib ketib qoladi. 10 yildan keyin farzandlar qanaqa ahvolda tasavvur qiladi? 10 yildan keyin farzandlarimni juda ham hamma narsada mukammal bo'lgan tarzda tasavvur qilaman. Aynan. Har sohada, o'qishdan, tildan, dunyoviy, diniy bilimlardan. Kim sifatida ko'rasiz buni? Katta bir olim sifatida ko'raman. Katta o'g'lim vohli yurgan, 9 oylik paytda yurib ketgan. O'ziga mustahkam, ya'ni yaxshi bo'lganligi uchun 9 oylik paytida yurib, tili ham vohli chiqqan, ada. Birinchi gapirgan so'zi bolalarning menimcha hammasiniki ada deb chiqsa kerak. Bizaniki ham, kela bolamniki ham ada deb chiqqan. Muhammad Yusuf ham 9 oylikda yurgan. 1 yosh paytida o'sha pashta yugurib yurishardi bular. To'polonga kirgan paytligi kichkina o'g'lim 1 yosh, katta o'g'lim 2 yosh bo'lgan paytga kirishgan. Bolam shu 3 yoshlik paytida hamma bolalarga erta yetib bersangiz, men ham erta yetib berib uxlatardim. O'sha paytda etgan ertaklarimni o'zimga qaytarib berardi. Keyin o'shandan keyin bularni уже ya'ni o'qishlarga, частный sentrlarga olib borish kerakligini tushunganman. Har bitta etadigan ertaklarimni o'zimga qaytarib yetib beraverishardi. Hech bularga yangi erta topgunimgacha bitta yetib bersam, ikkinchi ertasi kuni o'zimga qaytarib berishardi. Oxiri частныйlarga olib borib, o'sha yerda bergan, yodlashga bergan narsalarni yodlatishga harakat qilib, keyin she'rni ertani yoshtirib, o'shalarni qaytarishga, yangi so'zlarni yodlattirishga, she'rlar, har xil anaqalarni yodlashga o'shanda urg'u berib ketganmiz. Yolg'on ham gapirib turasizmi? Qanaqa vaziyatda yolg'on gapirasiz? Qiyin vaziyat. Birortasi aytib berasizmi? Oxirgi marta yolg'on gapirganingiz haqida. Menda oxirgi marta Mani laqab tushirgan ekan. ko'p urushib qolsam, o'shanda ukamga to'nkab qo'yaman. Shunaqa vaziyat bo'ladimi? Aybsizda qolib ketadimi? 2 oy uralaman. Sen buni noto'g'ri qilibsan deyman. Nimaga siz blogerishligini boshlagansiz? Men bloger emasman. Jurnalistman. O'zi bu sohada Unda bloger qani? blogersizlar. Unda bolalar olamidi ekan. Bu sayt Kasb egallash qiyinmi yoki osonmi? kasb tanlash oson, uni egallash qiyin. Qorong'i joylarda. Qo'rqadi. Men Ko'chaga chiqishga. qorong'i joyga kirishga qo'rqaman. Ukangizni qarovchilikka olib chiqasizmi? Yo'q. Yo'q, lekin qo'rqinchli narsa ko'rsam, O'sha unutishim qiyin bo'ladi menga. meni ham. Farzandlaringizdan sovg'a olganmisiz? Ha, ko'p olganman. Qanaqa emotsiya bo'lgan o'sha paytda? Juda ham bir boshqacha. Birinchi marta eng kichkinalik paytida ko'chadan gul olib kelishardi. Ko'chadan gul olib kelishardi. Onajon sizga bu deb. Ko'chadan gul yulib kelishardi. Kichkinagina ko'chada gullar bo'ladi-yu, shunaqalarni. Keyin ko'chada qaysidir atirgul chiroyli ko'rinib qolsa, o'shani yulib kelishardi. Lekin aytardim, birovni guli o'zma, mumkin emas. So'ramasdan olma. Shu narsaga har doim odat qilganman. So'ramasdan, hattoki ko'chadagi gulni so'rabmasdan uzmasligini aytardim. Keyin o'ziga bir maktabda pullarini yig'ib,
uzuvli olib, katta bir konvertli qilib, bayramingiz bilan deb gullarni yopishtirib, pulla qo'yib, olgan uzuvligini qo'yib, shunaqa chiroyli tilaklar bilan shunaqa sovg'alar qilib turishadi. Xafa ham qilishganmi? Xafa qilishgan paytligi aytganimni qilmay qolgan paytda xafa bo'lib qolaman, gapirmay qolaman. Keyin kelib kechirim so'rashadi. Urganmisiz hech? Bo'p turgan. Qanaqasi? Ko'chaga chiqib ketib qolgan. Har doim bunaqa urib anaqa qilmayman. Chunki adamiz ruxsat bermaydilar bunaqa narsaga. O'zi adamiz qattiqroq turadilar. O'zi aytsam bo'ldi adamizni. Qattiq bir anaqa qilib qo'yishgan paytda ko'chadagi bolalar bilan qo'shilishib, qo'shnini anaqasiga narsa otishgan. Ko'chadagi bolalar birovning daraxtini qoqishadi-yu. O'shani qo'shni baqirab chiqib qolganda, o'shanda jahlim chiqgan. Hozir 10 yildan keyin bolalarim agar shu videoni ko'rgan bo'lsa, aytardimki, shu yoshlik paytingda shunaqa bola bo'lgansan, ya'ni mukammal, ya'ni hammaga foydang tegadigan bola bo'lgansan. Hozir sen bundan ham mukammallashgansan, ya'ni hammaga foydang tegadigan, bir hammaga o'rnak bo'ladigan farzand bo'lgansan deb ayta olaman, inshaalloh. Men har doim aytaman, sen eng katta ish qila oladigan odam bo'lasan. Eng zo'ri bo'lasan. Sen bu dunyoga bekorga kelmagansan. Eng zo'ri bo'lishing kerak. Sen o'zingning yo'nalishing bo'ladi. Eng zo'ri bo'lasan. Qila olmayman deb aytma. Har doim qila olaman. Qila olaman deydigan narsangni qila olasan. Qila olmayman deydigan narsangni qila olmaysan. Har doim shunaqa motivatsiya beraman. Sen eng kamida eng zo'r odam bo'lishing kerak. Kamida qo'lingda 10 ta, 20 ta ishching bo'lishi kerak. O'shalar sendan minnatdor bo'lishi kerak. Ya'ni shu odamning orqasidan shuncha narsaga erishdik deydigan inson bo'lish kerak. Eng ko'p nimada urishadi? Eng ko'pi kapkil bilan uradilar. Kapkil bilan uradilar. Qachon argument kapkir bilan tayyor edingiz? Bilmayman. 3 oycha bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Nima shikayat bo'ldi? Ya uni islomiy lekin. Kapkil bilan qayoq ko'tim yurganlarini eslayman. O'shani ham qiyshayib ketgan. Eng ko'p kim dakka eshitadi? Akangizmi yo sizmi? Men. Nega? Ko'proq sichmoqmi? Akam menga to'nka boradi-da. Bir uradilar. Agar asablariga tegsa, ipliga uradilar. Yoki tayoq chiqarlar. Keyin tayoqni uzun joyga qo'yib qo'yadilar-da, biz sindirib musga tashlaymiz. Qaysi biri ko'proq aytganingizni qiladi dadangiz, ayingiz? Sizga aytgan narsangizni olib beradi. Ikkiluligi. Ya ko'proq qaysi biri? Ikkiluligi. Dadangiz menga ko'proq. Ya adam sal kamroq beradilar. Menga ko'proq odam beradilar.